bo'ylab keng tayyorlanadigan an'anaviy guruchli taom. Odatda guruch, go'sht, sabzi, piyoz, yog', sarimsoq va turli ziravorlardan tayyorlanadi. Palov nafaqat mashhur ovqat, balki o'zbek mehmondo'stligi va an'analarining muhim ramzi hisoblanadi. Palov tayyorlashda qozonga avval yog' qizdiriladi va go'sht, piyoz birga qovuriladi. So'ng sabzi qo'shilib yumshaguncha pishiriladi. Oxirida guruch va suv solinadi va barcha ta'mlarni o'ziga singdirguncha sekin pishiriladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.